Boliviya armiyasi 11 kunlik namoyishlardan so'ng yo'llarni tozalashga urinmoqda. Boliviya armiyasi 11 kunlik namoyishlardan so'ng yo'llarni tozalashga urinmoqda. Boliviyada harbiy politsiya 11 kunlik namoyishlardan so'ng namoyishchilarni hibsga oldi va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatdi. Juma kuni namoyishchilar va hukumat o'rtasida kelishuv imzolangandan keyin ham Hormuz bogozining samarali yopilishi tufayli yoqilg'i taqchilligi bo'yicha namoyishlar yo'llarni to'sib qo'ydi. Tramp Lincoln yodgorligi bilan maqtanib, hovuzni ta'mirlashni galati o'lchamdagi taqqoslash bilan aks ettiradi. Bildirishnomalarni brauzer sozlamalarida boshqarish mumkin. Prezident Donald Tramp Washingtonning diqqatga sazovor joyini ta'mirlagani bilan maqtangan Truth Social postida Lincoln yodgorligini aks ettiruvchi hovuzni AQShning yirik osmono'par binolari bilan taqqosladi. Tramp aks ettiruvchi hovuzning 2030 futlik uzunligini ramziy osmono'par binolar, jumladan New Yorkdagi Empire State Building 1454 fut va One World Trade Center 1776 fut va Chicagodagi Lillis Tower 1451 fut balandligi bilan taqqoslaydigan grafik bilan o'rtoqlashdi. Lincoln yodgorligi va Washington yodgorligi orasidagi aks ettiruvchi hovuz taxminan 2030 fut AQShdagi eng baland binolarga nisbatan, deb yozdi prezident Truth Social shanba kuni. Trampning rekonstruksiya ishlari doirasida aks ettiruvchi hovuz havzasi Amerika bayrog'i koki bilan qoplanadi. Prezidentning ta'kidlashicha, loyihada sanoat quvvati materiallari qo'llaniladi. Bu aks ettiruvchi hovuzga uzoq umr va yaxshi ko'rinish beradi. Maqsad loyihani Amerikaning 250 yilligi nishonlanadigan 4 iyulgacha yakunlash, deya qo'shimcha qildi Tramp. Virjiniyada joylashgan Atlantic Industrial Totings kompaniyasi loyiha bo'yicha taklifsiz shartnomaga sazovor bo'ldi, deb xabar berdi The New York Times o'tgan hafta 1-marta. O'shandan beri Tramp da'vo qilgan. Maga kongressmen ayoli Thomas Massini himoya qilganidan keyin Trump zaif fikrli Loren Boybertni tanqid qildi. Bildirishnomalarni brauzer sozlamalarida boshqarish mumkin. Respublikachi kongressmen ayol Eron urushi va Jeffrey Epstein tergovlari tufayli prezident bilan ochiqchasiga ajrashgan Kentucky vakili Thomas Massining qayta saylanishini qo'llab-quvvatlaganidan so'ng, Donald Trump o'zining uzoq yillik tarafdori Loren Boybertni qattiq tanqid qildi. Koloradoning If Kongress okrugida zaif fikrli Loren Boybertga qarshi kurashga kimdir qiziqadimi? Prezident shanba kuni Truth Socialda gazablandi. U uni mamlakatimiz tarixidagi eng yomon respublikachi kongressmenga saylovoldi tashviqotini olib borayotgan gilamchi deb atadi. Prezidentning noroziligi seshanba kuni bo'lib o'tadigan shtatdagi boshlang'ich saylovlar oldidan Boybertning Kentucky respublikachini qo'llab-quvvatlaganidan keyin sodir bo'ldi. Uxda ularning juftligi suratini bo'lishdi va Massi Amerikani sevishini va uni saqlab qolish uchun kurashayotganini aytdi. Massi seshanba kungi saylov Trampning ikkinchi muddatdagi ta'siri va Respublikachilar partiyasi prezidentsiz yashay oladimi yoki yo'qmi, milliy referendum bo'lib xizmat qilishini aytdi. Ammo Boybert prezidentning Truth Social postlardan bexabar ko'rindi. Ha, men prezidentning postini ko'rdim. Yo'q, men jinni emasman yoki xafa emasman. Men do'stim Tomning yonida bo'lishga rozi bo'lganimda xavflarni bilardim.